Salom hammaga, sizlar bilan yana Sardor Gang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile'da omadli obunachimiz akkauntiga kirib, 32,400 yusiga yangi qo'shilgan shoot case'ini ochib, omadimizni sinab ko'ramiz. Ushbu konkursimiz Telegram kanalimizda o'tgandi. Telegram kanalimizda 4-mart kuni post tashlaganmiz. 7-mart kuni hammani ko'z o'ngida pramo efirda mana shu Sunnat ismli g'olibimizni random tarzda o'sha botdan aniqlab olgandik. Omadlari kelib chiqqandilar. Hozir ularning akkauntiga kirib, mana shu 32,400 ga open case qilib akkauntlarini kuchaytirib beramiz. O'ylaymanki, open case'imiz omadli bo'ladi. Oldingizga choy poy oling derdim-u. Hozir Ramazon, hammaga sabr tilayman ro'zadorlarga va men videoyimni boshlayman. I with a gang. Niggas gon' swoop. Я приму статью маньяк. Xo'p, bo'lmasa mana obunachimiz akkauntlariga kirib oldik. Ko'rishlaringiz mumkin niklari VS Sunnat va mana akkauntlari. Bo'lmasa birinchi bo'lib akkauntlarni obzor qilib olamiz. Inventariga kiramiz. Ko'rishimiz mumkin. Mythic Forge'ga Mythic X kostyum yomon emas. Telegramdan so'ragandim. 10 yusiga ko'p narsa tushgan, omadli akkaunt deshdi. Ko'ramiz, qani ko'p yusi tushirib turib, qanchalik omad bizga boqar ekan. Qolgan mifiklarimiz Tatijeniyaniki va Royal Passda qo'shiladigan mifiklar yomon emas. Hammasi RP-niki ko'rishlaringiz mumkin. Bu sezonniki, bu ham sezonniki. Bitta X kostyum va o'sha Mythic Forge'dan mifiklar bor ekan xolos. Legendarniy skilllardan redkilar yo'q. Hammasi o'sha RP-dan va sabitlardan olinadigan kostyumlar. Dragon Ball'diki bor ekan. Kaskalarga keladigan bo'lsak, menimcha Ultimate kaskasida adashmasam, o'zi Mythic kaskalar faqat Ultimate'dan chiqadi. Qolganlari endi o'sha RP-niki xolos. Ryukzakdan ham, bu adashmasam o'sha X-Suite edi. Yana bilmadim. Laboratoriyaga o'tamiz. Laboratoriyada qurollari xo'sh. Birinchisi bu ham RP va Messida berili bor ekan. M762si. Yomon emas. 3-levelgacha chiqarishgan ekan. O'zlarida 3 ta material bor ekan. Material tushiramiz, berilni ham to'r qilamiz. Shootni ham xudo xohlasa tushiramiz. Keyingisi premium case'dan mana bu M16 aturda ham paytida tushirishgan ekan. Yomon emas. Plus akkauntlari shu, obzori normalniy. Dojam tushgan ekan, mana chap tomonda doj qo'shish mumkin. Dojda o'sha dachasiga tushib qolgan ekan. Ranklari korona ekan. 42 ta match o'ynagan ekanlar, 5 kd. Yomon emas. Kolleksiya bo'limlari 58-levelda ekan. Plus akkauntlarni obzor qildik. Yomon emas. O'sha 10 yusiga omadlari kelib ko'p narsa tushgan ekan. Ata ko'zlari unaqangi katta darajada donatmas ekanlar. Faqat RP ga donat qilib yuradigan odam ekanlar. Даже zavibachiga ham chiqqan ekanlar. Bo'lmasam hozir biz UC'da tashlaymiz. Bonus UC'lardan UC'larni olamiz va shoot bilan o'zlari aytgan narsalarni ochib akkauntlarni kuchaytirib beramiz. Nihoyat mana UC'miz tushdi. Ko'rishlaringiz mumkin. 32,400 UC roppa rosa 8,100 UC'dan 4 tasi tushdi. Bo'lmasam birinchi bo'lib bonus UC'larni olamiz albatta. Mana как раз mana 24,000 gacha bordi. Bu yerda yana bor. Arqa уже ancha ko'p yana donat qilish kerak. Bo'lmasam birinchisini olamiz. Shu joyda o'zi ochib qolamiz. Davay PUBG 6000 UC. Meni umrimda hech qachon 6000 UC tushmagan. 4000 UC ham menimcha tushmagan. 3000 tushgan, 2400 undan past tushganda 6000 tushsa bomba open case bo'lardi o'zi ham. Qanday go. 3000 yomon emas. Yo'qdan ko'ra zo'r. Eng o'rtasida UC tushdi. O'rtasi emas, o'rtadan bitta baland ekan. Ketdi. 2400 yo'q. Mana shunda xatyabi. Mana shunisidan zo'r bersin. Iltimos PUBG. Unaqa qiynama bizni. Qani ketdi. 3000 yomon emas, zo'r. 40,000 UC bo'ldi. 32,000 emas, 40,800 ga open case qilamiz. Yo'q, yana UC bor aytgancha material olamiz. 1500 UC Mythic Forge, как раз Mythic Forge'dan skilllar xohlovlar. Hozir videoning davomida ko'rsataman. Olamiz. Ichida material albatta kerak, u bitta berdi. 60 UC ni olamiz. Bo'ldi, tamom bizda 42660 UC bo'ldi. Demak, 42660 UC ga open case qilamiz. Xo'p, men hozir sizlarga ko'rsataman. Mana Telegramda yozishganimizni ko'rishlaringiz mumkin. Akkauntga kirib screenshot tashlaganman. Shu deyishgan. Prioritet qilib bering. Qaysi birini birinchi o'rinda olish kerak, qaysini uncha muhim emas deganda mana bu sezon RP-sini va keyingi sezonnikini olib qo'ying deyishgan. Ya'ni RP-ni oldindan olish sabitchasi bor, o'shanda kattasini olib qo'yamiz. Mythic kaska oldi deyishgan. Mana bu kaskamiz Mythic Forge'dagi va metal boroni va po'lat askar, ya'ni screenshotni tashlaganman, topib mana shularnimi degandim, ha deyishdi va qolganiga shu to'choring deyishdi. Bu sezon RP olishmagan ekan, tars bosamiz.
katta RP ketdi. Bang mana. И сразу 100 RP. Да, сразу 100 bo'ldi RP'miz. И zabrat всё qilamiz. Ketdi ana. Royal Pass tayyor. Royal Pass skilllarni olishadi. И Royal Pass'dan сразу bizga 720 UC уже qaytib bo'ldi. Nifiklar. Wow. Aytgancha kanalimizda o'sha yangi A12 Royal Pass'imizda videosi ham chiqqan. Kirib ko'ringlar. Qanaqa skilllar qo'shiladi, nimalar bo'ladi, nima yo'q. Hammasini ko'rsatib o'tganmiz. Bu Royal Pass'imiz ham oliy 4000 ochkoyimiz ortib qoldi. 4000 ochkoga biz bu joydan nima olsak bo'ladi? Kichkina material olsak bo'ladi. Hozir videoni boshda olib qo'ymasam, keyinchalik esimdan chiqib qoladi. Kraska olib qo'ysak bo'ladi 50 ta. Tak, 50 taga 3000 tasi o'sha 50 taga ketar ekan, zo'r. Bu o'zlariga ham kerak bo'ladi. Menimcha qolgani o'z ochkoga oladigan normal narsa ham yo'q. Bo'lmasam, keyingi sezon RP'sini olib qo'yamiz. Mana bu yerda o'zi RP ma'lumotlari ham chiqqan, kirib ko'rsating bo'ladi. Royal Pass kostyumi, boshqa narsalar ham bor. Biz 3D videosini уже joylaganmiz. Оформить qilamiz. Katta RP'ni приобрести qilib OK qilamiz. Bo'ldi mana. Katta RP va 30 ta A12 Royal Pass'ni mana missiya bajaradigan narsasini berar ekan. Demak, olishga arziydi u. Agar siz mana bu sabitchadan narsani olsangiz, bunaqa savollarni qo'lga kiritasan ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Mana kuponlar и RP'ni tez ko'tarib oladigan narsalar bo'lar ekan. Xo'p, bo'lmasa Mythic Forge'da o'sha ikkita kristalimiz bor. Masalan, birinchi bittaligimizni ochamiz. Propusk va klassik kuponda narsasi ketdi. Xo'p, yaxshi, zo'r. Aytgancha 40% li chegirma tushibdi bularga. Yomon emas, meni o'zim akkauntimga 30% li tushgandi, bularga 40 tushibdi. Zo'r, ba'zilariga 50% tushyapti. Ya'ni buni Mythic'larda siz o'sha 5 ta kristalga sotib olasiz. Mana buni skidga ketsa bo'ladi. Menimcha bu narsa hammaga yoqdi, hamma akkauntiga narsa olyapti, u ryukzak. Yomon emas. Davay PUBG. Beraver kristallarni berib, hozir ikkita mishikni olamiz и shlemni olib shoot кейsiga o'tamiz. Davay. Yaxshi, zo'r beryapti kristallar qaranglar, chotki beryapti. Har ikkita yoki 3 ta ochganimizda omad kelib kristal beryapti. Endi bitta biz propusk ochib ko'ramiz. Davay PUBG u yaxshi. Yana bitta. Ketdi, davay. U qaranglar, har bitta 10 talikda почти beryapti. Va yana bitta. Bermadi. Davay endi. O yaxshi, yaxshi. Bu qandaydir zerikarli shu Mythic Forge'da ochish, Mythic'larni olish ancha zo'r. Bizga jami bo'lib qancha kristal ketar ekan? 6 ta, 12 ta. 12 ta bo'lsa, shlem bilan 6 ta, 18 ta kristal ketar ekan. Biz 9 ta yiqqan bo'lsak, yana 8 taga bitta garantimiz bor. 8 ta kristal yig'sak, tamom. Bu joydan suramiz. Davay, PUBG tez berib tashlab bizga. Bu ruletkani ochish ozgina zerikarli bo'lgani uchun va normal narsa tushmagani uchun ko'p joyini tezlashtirib yubordim. 2 dona kristal. Bitta, yaxshi, yana bitta. 1 dona PUBG, 1 dona. Voy, mana oxirida 2 ta berib yubordim. Men senga bitta emas, 2 ta senga endi. Ketdi-da, bitta Mythic tayyor. Endi ikkinchi Mythic'imiz qani. Ikkalasini ham emotsiyasi erkaklar bor, takoy zo'r Mythic'lar. Endi mana bu shlemni olib qo'yamiz. Shlem ham eng zo'r shlemlardan bittasi. Bo'lmasam Mythic Forge'da missiyamiz tugadi. Endi shootimizni ruletkasiga o'tkazgan bo'laveradi. O'zim ham hali ochib ko'rmaganman hech qaysi akkauntimda. Ana bo'lmasam boshlaymiz. Bu кейsimizda obunachimiz akkauntida hech balo yo'q ekan. Masalan, birinchisi 12 UC'ga. Qani 12 UC'ga bizga nima tushar ekan? Davay PUBG 12 UC'ga shootni beraversa, tasavvur qilyapsizlarmi? Yo'q, afsuski shootni bermadi. Birinchi 10 talik, ikkinchi 10 talikda berarmikin? O'zlarining akkauntlarini omadli dedilar, 10 UC'ga juda ham ko'p narsa tushgan dishdi. Qani ko'ramiz, bilib olamiz. Qanchalik omadli ekan? Yo'q, hech balo tushmadi. No, shoot uchun kerakli prikladlar tushdi. Yomon emas. Davay, drop tushishi bilan propusk ketdi. Nima ekan bu? Shootga pritsel va mototsikl. Yomon emas, akkauntga yo'q narsa tushdi. Nima tushsa, legendarniy episk tushsa biz xursandmiz. Menimcha baribir garantdan eplab olsak kerak. Mabodo ruletkadan tushmasa, atak ruletkadan tushsa, vashshe shokolad bo'lardi. Oy, Mythic elf tikallasi. Scar. Yana ryukzak.
Akalar, nima deyapti bu opingiz? Nechanchi 3-o'ntalikda o'sha mifik bosh kiyim. Bu hali boshlanishi. Skarimiz bor endi. Skar qaytib tushsa 3 ta material. Bemalol shutni full qilib bo'lsa kerak menimcha deb o'ylayapman. 30 ming yoshiga eplab olsak zo'r bo'lardi. O'zim ham rosa xursand bo'laman agar full qila olsak. Хотя бы effektgacha olib chiqishimiz kerak. Davay, PUBG xursand qil, o'zim emas, obunachim akkauntimda. O'zim akkauntimda uncha-muncha tushsa xursand bo'lmayman. Chunki baribir olaman deyman-ku. Obunachilarda tushish kerak. Qanaqa ryukzak bu? Umuman neftmi, keysga aloqasi yo'q bo'lgan ryukzak deb yerda hayronman. Shoot keysida toqqa chiqadiganlarni ryukzagi. Davay, PUBG. Voy, yana bitta mototsikl shootniki. Boshqa hech balo yo'q. Yomon emas. Ikkita mototsiklimiz уже bor. Tak, web kameramiz yaxshi, hech nimani xalaqit qilmayapti. Propusk va hech balo yo'q. Davay, endi bitta propuskni ochib ko'ramiz. Planga jo'natamiz, bosamiz shootga. Shoot kostyumi ham, maskasi ham yoki mana bu narsa tushib qolsa, undan ham zo'r bo'lardi. Bu bo'sh mifigimizni tanlab olsak bo'ladi. Davay, shootda maskasi va kostyumi PUBG. Iltimos, qani ketdi. Yo'q, yana bitta. Uy! Akalar, nima deyapti bu? Nima deyapti bu? Qaranglar, hozir xohlagan narsamni ochdim, xohlagan narsam tushdi. Menimcha, obunachimga yozaman. Katta ehtimol bilan shootni kostyumini xohlasalar kerak. Ochib davom etamiz. Atak shootdan ko'ra menga ko'proq mana bu elf yoqadi. Takoy shootni full qilib olib, mana shu elfni o'ynasangiz, anchagina mazza, chunki bu elf hilpiraydi. Qizig'i, elfni bosh kiyimi ham tushgan. Davom etamiz. Propusk bilan qani shootni kostyumini ber PUBG. Yana bitta. Yo'q, bu safar o'xshamadi. Atak zo'r tushdi. Xohlagan narsam tushdi. Bo'lmasam, davay, elfni o'zini berib yuborsin. Keyin biz shootni olaylik unga. PUBG, davay. Elfga bosamiz, shootga bosamiz. Ilchat qilamiz, full qilamiz, effektga bosamiz. Voy, effektni qaranglar. Effektni ham yorib qo'yishibdi razraботchilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana nihoyat ledni effekti bor deb maqtanishardi. Endi shootimi ham effekti bor deyilishadi. Davay endi. Pritsel, Skarni pritseli zo'r. Kerakli narsa, Skarimiz bor. Pritselni qo'yib olishadi. Davay, shoot tushsa endi. Davay endi, PUBG ber. Hech balo yo'q. Bitta propusk. Bitta bez propusk ochamiz. Agar shunda ham o'xshamasa, o'sha Vektor tog'ani taktikasiga o'tsak ham bo'laveradi. Davay. Masxara bozladi. Botlarni kostyumi. Oldin botlar faqat shunday kostyumda yurardi. Bu ham zo'r. Kolleksiyaga olib qo'yamiz. Chotki. Bo'lmasam, kiramiz. Xo'p, Vektor tog'aga o'tkazamiz. Vektor tog'a bizni har doim qo'llab-quvvatlab kelgan. Vektor tog'a bizni hech qachon sotmagan. Mifik shlem, mifik narsalarni olib, qo'llarini ham bunday qilib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Bomish Vektor bo'ldi. Kiramiz va birinchi o'ntaligimiz Vektor tog'a taktikasida. Propusk va xo'sh, nima tushdi? Parashut tushibdi. Yaxshi. Bez propusk ochamiz. Qani bez propuskda nima tushar ekan? PUBG. Davay, ber endi. Bitta normal narsa. Ryukzak, o'zi bor edi ryukzak. Mabodo akkauntga yangi narsa tushsa, men aytdim, kolleksiya belgisi chiqib turadi. Tak что ikkita bor deyapti, ana. Yangilik yo'q ekan. Propusk qilamiz. Yo'q, hech balo bermadi. Ketdi propusk. Bosh kiyimi, masxaravozda bosh kiyimi tushdi. Rahmat, addushi PUBG. Bo'lmasam, ikkita garantimiz bo'pti. Davay, garanti ham ishlatib menimcha garanti bor bu. Hali beri unga yaxshi narsa kerak emas deb o'ylashi mumkin PUBG. Может, shoot tushib qolishi mumkin garantdan. Qani? 1 2 3. Yo'q, kraska birinchidan yomon emas. Bosamiz, kilchat. Shashigi, kilchati ketdi. DP, yaxshi. Grazani ham berib yuborsa, keyin shoot o'zi qolardi. Material, davay, shootni ber PUBG. Iltimos, shoot. Tezroq olaylik, quturaylik. Mazza bo'ladi. Yo'q, afsuski shoot garantimizdan tushmadi. Mayli, intrigani saqlab qolyapmiz. Garantdan tushsa uncha qiziqarli emas. Test o'zidan tushsa ancha zo'r. Yana bitta bez propusk. Uy! To это такое? Omadni qaranglar akalar. Men shunaqangi xursand bo'lyapman. O'zim akkauntimda ultimate tushsa, men xursand bo'lmayman. Ko'zlarimga yosh kelyapti. Akkaunt rostdan omadli ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Sunnat aka. Addushi
Vau, buni qaranglar, elf kostyumi. Eng old, eng zo'r, qadrini yo'qotmagan, ming marta qaytsam qadrini yo'qotmaydigan Viktor tog'aga rahmat. Ochishda davom etamiz. Men mazza qilyapman. Qalay, sizlarchi, sizlarga yoqyaptimi opingiz? Albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Shu joyga videoga like bosib qo'yinglar. Oxirgi payt layklarimiz kamayib ketdi. Men ham o'zi like so'rayman har safar. Bosib qo'ysalaring video rekka chiqishiga yordam beradi. Kommentga fikringizni yozib qo'ying. Zo'r. Atak propus bilan bizni xursand qilyapti PUBG. Pritsel, shutdiki, как раз kerakli. O'zim akkauntimni ham ochaman. Pritsellarda yusiga olish qandaydir jalka. O'zi tushib qolsa, menimcha ancha zo'r. Skоворodka, bu ham zo'r skоворodka, ovozi bor. Har bitta urganingizda ajoyib ovoz chiqaradi. Ma'lumot o'rnida aytib qo'yay. Yana bitta propusk. Yo, bo'ldi. Propusklarimiz ko'payib ketdi. Ikkita 10 talik ochamiz va garantimizni ochamiz. Davay. Shutni bermayapti ama. Oxirgacha qiynaydi shekilli, shutni bermay, oxirgacha intriga o'shasa kerak. PUBG Mobile. Biz olamiz. Rukzak yana qaytib tushdi. Hech balo yo'q. Davay. Garant ochamiz bundan keyin. Shut iltimos. Uy, yana bitta mifik. Akalar, mana buni omadli opingiz desa bo'lar. Kimni ko'rdilar bunaqa opingiz? Qaysi YouTuberda bunaqa omadli opingiz bo'ldi? Kommentarda yozib qoldiringlar. Men hali hech kim opingizni ko'rmadim. Menga rostdan qiziq, unaqa maqtanish emas. Prosta mana akkaunt omadli ekan tushyapti. Garant ochamiz. Garantdan hozir qaranglar, shutni beradi-yu, ketdi. Yo'q, shutni bermadi. Endi ham yo'q. Garant bizni xafa qilyapti. Garant yaxshi emas, lekin PUBG garantdan ham hamma yoqdan ham omadli qilib bersin endi. Bunaqa emas-da endi. Davay endi. Yo'q, shutga priklad yaxshi. Как раз eng kerakli narsalardan biri. Ancha chiroyli bo'lib turadi. Prosta shutni o'zi qolib ketyapti. PUBG. Mahvol bu. Iltimos endi хотя бы shutni berib qo'ysam, armonimiz qolmasin shu ruletkani. Yo'q, hech balo bermayapti. Tak, nima qilsak ekan? Vektor tog'ani vaqti o'tdi menimcha. Xo'p, boshqa personajlarda unaqa omadi yo'q. Sara-paralarda qilib o'tirmaymiz. Xo'p, bo'lmasam bomish rejimini yoqamiz. Eng pastdagi uni yangi novichoklarni kostyumini kiydirib qo'yamiz. Может, bu ham omadimizga ta'sir qilishi mumkin. Omadimiz kelib tushib qolsa, baribir bilib bo'lmaydi. Taktikaga yo'llaveramiz. Xo'sh, shutmi? Yo'q. Kaska tushdi. Mexanический дракон degan kaska tushdi. Sizga davay PUBG ber endi. Iltimos endi PUBG davay ketdi. Bitta, ikkita, uchta mana. Shutga bosamiz, bo'lmasam max qilamiz, killchat qilamiz, yashigini ochamiz, effektga bosamiz va ketdi. Yo'q, bermadi. Bilmadim. Qiynayapti shut ama. Men o'yladim tezroq shut tushadi. Ultimate ochsa ham bo'lsa kerak, material yoqqan dedim. Yo'q. Material ham normalni yig'ilmayapti. Nima ahvol bu? Mifiklarni zo'r beryapti. Skarelli berdi. Shutni berib yubor endi PUBG unaqa. Paslik qilma endi. Nima ahvol bu, qaranglar. Yaxshi emas. Shut kerak bizga. Voy, shut deb o'yladim. Voy, shutga olib pritsel. Bitta propusk. Yo'q, qaranglar. 7900 yusimiz qoldi. UMP yubiley ham bor. Bu ham tushish kerak. Bu ham zo'r. Aytgancha, to'xtanglar. Men aytda shutni olsak bo'ladimi? Yo'q, bu yerdan shutni olib bo'lmas ekan. Shutni garantdan olib bo'lmas ekan. O'sha maxsus кейsdan. O'shani ham qo'shib qo'yishganda zo'r bo'lardi, ammo atak yaxshi ish qilmayapti PUBG, yaxshi emas, qaranglar. Shuncha ochyapmiz, shuncha yusiga ochyapmiz, shutni bermayapti. Qiynayapti. Menimcha oxirida opinkisda bomba qilib tugatamiz, o shutni bersa. Davay, PUBG endi. Voy. Yo'q, yana o'sha повторный narsasini berdi. Men to'xtadim, mayli, ichmay qo'yaray. O'sha iftordan keyin video qilyapman. Yana ro'zadorlar bo'lsa, videoni ko'rib qorni och qolib ketmasin, shuning uchun ichmay qo'yaray. Tak, propus qilamiz. Davay. Qaranglar, prosta hech balo bermayapti. Yaxshi emas PUBG. Xursand qil, obunachilarni xursand qil. Odamlar ko'rsin buni, ko'rib, voy, zo'r tushyapti, mana bir ochib ko'ray degan fikr paydo bo'lsa odamlarda. Parashut tushdi, yaxshi ochilyapti. Anaqamiz, keysimiz ochilyapti. Yo'q, garant ochamiz, qaranglar. 4 ta garantimiz bor ekan, ochamiz. 4 ta garantdan tushmasa bilmadim. Menimcha bu akkauntga qanaqadir
la'nat kelganmi, shut tushmasin degan hayronman mana. Ochamiz, ketdi. Graza, yaxshi. Endi bitta shutimiz qoldi, menimcha tushadi, umid qilamiz. Shut qolsin. Like bosib qo'yinglar, like bosganlar qani. Ketdi. Yo'q. Shut. Bosamiz, kilchat qilamiz, yashil qilamiz. Effekt ketdi. Yes, хотя бы garantdan tushdi. Ko'nglim xotirjam bo'ldi. O'yladim, shuncha UC tashlayman-u, shut tushmasa, vay deb o'tiramanmi dedim yoki yana UC tashlash kerak deb siqilib turdim. Yo'q, shutimiz tushdi va nihoyat endi bemalol qolgan UC'imizni shaqillatib ochib tashlasak bo'ladi. Yana material berdi. Rahmat PUBG. Davom etamiz. Bosamiz bag'iga endi. Davay endi. Endi bemalol bizda, hali ko'ngil xotirjam. Endi mifik bersa ham mayli. Voy, birinchi mifigimiz. Yomon emas. Shuni kostyumini ham bersa zo'r, tak o'yinga tushadigan muzikalniy kostyum. Yoki shutni maskasini bersa zo'r bo'lardi. Davay PUBG. Shutni maskasi kerak bizga endi. Qaranglar. U yaxshi material. Nafsimiz to'ymaydi-da, qarang. Shutni berdi. Endi yana boshqa narsaga maqsad qo'yapmiz. Davay PUBG. Yo'q, hech balo bermadi. O'zi ham PUBG so'zini million marta aytdim shekilli. PUBG deb o'zim ham charchab ketdim. 2000 UC'imiz qoldi. Davay garantdan 3 ta material bersa zo'r bo'lardi. Menimcha full qolardik. Yo'q, kraska berdi. Xo'p, давайте tekshirib olamiz. 8 ta materialimiz bor ekan. Mana bu bilan 10 ta material degani menimcha shu yerda bemalol 5 qilishgacha yetsa kerak deb o'ylayman. Tak. Nechi bo'ladi? 2 ta material 2 qilgani ketsa, 3 ta material 3 qilgani ketadi, 4 ta material 4 qilgani ketadi, 9 ta material 4 qilgani ketar ekan. Demak, 5 qilgani bizda material yetmaydi. Material yig'adigan nima bor? Material yig'adigan boshqa narsamiz ham yo'q akalar, nima ham deymiz? Afsuski yo'q. Mana bu yerda mifik olamiz. Shutni ochganimiz bilan menimcha hozir qanaqadir omad kelib ko'proq material bermaydi. Davay qolganiga ultimate ochib olamiz. Ultimatedan может omadimiz kelib qolar yoki ultimate tushib qolar. Juda bo'lmasa, mana bu kristalini bersa, nima qilib yuboramiz? Materialga обмен qilib yuboramiz. Davay PUBG u kristal, как раз bitta material bor. Bitta materialimiz bor. Davom etamiz. Kichkina material berdi. Davom etamiz. 500 UC ekan ochishimiz. Yaxshi skidkalari bor ekan. No, oxirgi 10 taligimiz. Oxirgi 10 taligimizda qani bizga omad kulib boqadimi yo'qmi? Hozir ko'ramiz. Davay. Yo'q, afsuski oxirgi 10 taligimizni ham bermadi. Mana bunga biz bitta material olamiz menimcha. Bitta material olamiz. Bitta shutni kuchaytiramiz endi. Kichkina materiallarni olib qo'yamiz. Buni ham olib qo'yamiz. Bo'ldi. Menimcha hech qanaqangi joyda material qolmadi. Voy. Haftalik material olsa bo'lardi. Qaranglar. Ashqabog'manda 2000 UC ga buni ultimate ochganda buni haftalik materialdan ikkita bo'ladi. Bitta ekani bitta olib qo'ysam bo'lardi. Oxirgi 10 talikda ochmasdan. Mayli, nima ham deymiz, shunaqa ekan. Peshana ekan, peshanamiz sho'r ekan. Tak buni ularni yig'izib qo'yamiz mana. Takoy o'zlari xohlagan shlem, takoy kostyum, 11 ta material. Kiramiz shutimizga, bosamiz, qani shutchamiz. Kuchaytirishda boshlaymiz. Shut 2 ketdi mana. Shutimiz 3 ketdi mana. Shutimiz 4 mana. 3 ta material qolyapti. 3 ta material yig'salar bemalol shutda mana shunaqa darajaga yetkaza olishadi. Yomon emas, juda ham o'ta go'zal, mana ko'rishlaringiz mumkin. Takoy shut bo'ldi. Mifiklardan menimcha bitta bosamiz. Bu yerdan biz o'zimizga kerakli kostyum tanlaymiz. Hozir men obunachiga yozaman. Hozir bu tashkil tushdi, mana shu tushdi. Shutni maskasini, shutni kostyumini olib, yo'q, boshqa ishlar bo'laman. Uni joydan. Chana aytib o'zga kelgan nomda tushgan. Xullas, obunachimga yozdim. Internetda emas ekanlar, Telegramda yozdim. O'qishmadi. Menimcha uxlay yotishibdi. Videoda 12:30 da zapis qilyapman. O'zlari xohlagan mifiklarni akkauntlariga kirib tanlab xohlaganlar olishaveradi. Menimcha o'sha shut bilan maskasi va kostyumini olsalar kerak, o'zlarining xohishlari. Hozir men akkauntlariga bo'lmasam 1800 UC tashlab qo'yaman. Mana qaranglar, hozir 1 2 3 tushdi mana. 1800 UC tushdi. Mana bu joyga kiramiz. Bonus UC naqsh bilan olinmaydi. Materialga o'tamiz. Bitta material olamiz. Olindi. Qolgan 2 haftani o'zlari olib 5 ta material bo'ladi. Hozir 3 ta bor.
Tak, o'tamiz. Mana webcam to'syapti menimcha. Hop, bunday qilamiz. Adashib ketdim, uzr. Bunday qilamiz mana. 3 ta materiallar bor. 5 ta qolganlar, 2 ta materialni haftalikdan olib va shu yerda bemalol effekt popodaniyaga chiqarib olishadi. Menimcha hamma rozi, hammaga OpenCase yoqdi degan umiddaman. Juda ham omadli va juda ham o'sha intrigaga boy bo'lgan OpenCase bo'ldi. Xususan o'zim mazza qildim. Qalay, sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bunaqa konkurslarda yana qilib tursak kerak. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. PUBG Mobile eng so'nggi yangiliklari Telegram kanalimizda bo'ladi. Va mabodo konkurs bo'lib qolsa qatnashasizlar, omadlaring kelib qolsa chiqasizlar. Hammasi omadga bog'liq, o'sha random bot tanlaydi. O'shanda chiqib qolsangiz, siz ham akkauntingizda mana shunaqa OpenCase'lar qilamiz nasib qilgan bo'lsa. Xullas, shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinda olib yuringlar. Videoni o'qib bo'lganimdan keyin mana obunachilarga tashlagan o'sha videoyim голосовойda aytganman, ertalab tursiz, o'sha mifiklarni olganingizni skrinshotini tashlab qo'ying degandim. Mana skrinshotini tashlab, shu yerda maskasini va shu yerda kostyumini olishibdi, kutganimizdek. Gap yo'q. Bu yerda gaplar aytdim, qalay OpenCase'dan zo'r chiqibdi, xohlagan narsa ham tushibdi deyishdi. Omad tilashdi va o'zlari shu yerda 5 qilibdilar. Bilmadim, qanday qayerdan material olishdi, ikkita materialni. Eplab shu yerda 5 qilib olishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas.